Qashqadaryoda 3 kun Surxondaryoda yurdim. Bahorda konsert qo'yib, ishxona bilan. Go'sht yeyib, chakaylarim og'rib ketdi. Tishlarim og'rib ketdi go'sht yeyib. Oxiri mezbonga aytdim: "Aka, go'sht qo'shilmagan nima ovqatinglar bor?" dedim. "Shashlik bor, olib kelaymi?" dedi. Bu Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlarda qiymali shashlikni go'sht qatoriga qo'shmas ekan ular. Unga bohanka karton-partondan qo'shishadi-yu. Bizda diyet ovqat hisoblanadi, Ovazoxon deydi. Yo'q ey desam, biz uni kechqurun ujindan keyin shakar choy bilan yeymiz deydi. Endi qayerga olib boraysizlarni desam, bir yaxshi go'sht pishiradigan joyga boraylik endi. Bu go'sht yemasa hisobmas ekan.